Ey Robbim, biz bu do'stim bilan seni yo'lingda do'st bo'lgan. Yaxshilikka buyurib, yomonlikdan qaytargan edik, saloh do'stlar bo'lgan edik. Ma'lum bir sabablarga ko'ra o'rtog'imning gunohi ko'p kelib qoldi. Do'zaxga hukm qilding, do'zaxga solmagin. Shu do'stimni jannatga kirishlikka qancha savob kerak bo'lsa men beraman deb turib olar ekanda. Qarangki, Alloh taolo qaytarib nima istaysan desa bu do'stim edi. Xudo uchun seni yo'lingda do'st bo'lgan edi. Bizni o'lim ajratgan edi. Yaxshiligida ham, yomon kunida ham yelkama-yelka turgan edik. Ey Robbim, qancha shu do'stimga savob kerak bo'lsa men beraman deb turib olar ekan. Shunda Alloh taolo aytar ekan, savobidan olib savobiga qo'shinglar. Savob olinib, qo'shilib Alloh taolo e'lon qilar ekan. Falonchining o'g'li falonchiga, falonchining o'g'li falonchi o'rtag'i